Bizga Telegram manzilga ham savollar kelishni boshladi. Ulardan biri ajoyib savol. Assalomu alaykum. Farzand asrab olish yoki vasiylik qilishda notarial idoraga bog'liqmi deb savol beryaptilar. Albatta, bu yerda notarial idoraga bog'liq. Notariuslar farzandni boshqa shaxsga farzandlikka berayotganda, shu farzandni boshqa shaxslarda farzandlikka berish to'g'risidagi rozilik arizani, ya'ni shu imzosini shahodatlab beradi, lekin bu yil prezidentimiz shu qarori kuchga kirdi. O'tgan yil shu yilda oxirida chiqqan prezident qaroriga asosan bu yil inson ijtimoiy markazlariga murojaat qilinib, inson ijtimoiy markazidan tegishli o'sha bir ko'rsatmalarni olgandan keyin, masalan, endi bu yerda asosan boladan kimdir nima farzandlikka berish deganda bu bola, baribir inson. U kimdir nima maqsadda beryapti uni? Bolani olayotganlarda sharoiti, sog'ligi kerak bo'lsa, ularda inson ijtimoiy markazi hozirgi kunda bu ota-onalik qilish huquqiy tomondan bilimlarini ham yuksaltirish uchun ularda kerak bo'lsa o'qityapti. Masalan, haligi tegishli ma'lumotlar, informatsiyalar haligi bir adabiyotlar bilan tanishtirib, u kelajakda qanaqa ota-ona bo'lgandan keyin huquq va majburiyatlarga ega bo'ladi, shu to'g'risida to'la tushunchaga ega bo'lgandan keyin shu haqiqatda notarial idoraga murojaat qilish joyi ham bor. Biz o'sha farzandni boshqa shaxslarda qaramog'iga, ta'minotiga biz endi odatda notariuslar boladan voz kechyapti deb qabul qilamiz buni. Shu boladan voz kechish arizasi deb talqin qilamiz, lekin o'zi formulirovkasi yuridik jihatdan farzandlarni boshqa shaxslarda farzandlikka berish deb yuritiladi. Albatta notariuslar bunaqa arizalar tasdiqlab beradi. Murojaat qilinsa, albatta huquqiy holatini o'rganib chiqib turib, tegishli tartibda har bir notarius tasdiqlab berishi mumkin. Rahmat.